Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch shahrimizda Sho'lqamatal ro'parasida Nurli Hayot mahallasida 5 qavatli binomizning 4-qavatida azizlar bir xona kvartira bilan tanishib o'tamiz. Местоположение ham zo'r. Darital Urdu universitetiga ham yaqin, Raycenter bozor ham yaqin azizlar. Masalan, pishkom barsangizlar ham bo'ladi. Marshrutlardan ko'ma problemasi yo'q, hurmatli vatandoshlar. 5, 7 Azizlar 28-13 marsrutlari o'tib turibdi. Местоположениесі zo'r. Yurtgansiya domlarning oldinda azizlar ziloniy zonasi bor, yashil hududi, kattalar uchun besedkalar, farzandlar uchun o'yingohlar ham bor, hurmatli vatandoshlar. Gaz, suvdan muammosi yo'q. Ajoyib местоположение, hurmatli vatandoshlar. Narx ham zo'r. Dokument ishondan muammosi yo'q. Hamma yeri o'ng'ayli, bozorlar ham yaqin, hurmatli vatandoshlar. Ham yangi domda qiziqqanlar bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Ham kanallarimizga obuna bo'lib, video like bosib esdan chiqmasin. Qani yetib kelsa birgalikda kvartiramizni ko'rib o'tsak. Hurmatli vatandoshlar, 4-qavatga yetib keldik. 5 qavatli binoni 4-qavatida joylashgan yangi domda damir ishlar qo'ygan. Gaz, suvdan muammosi yo'q yerdan bir xona e'tiboringizni havola qilib o'tamiz azizlar. Bismillah. Bu yerda girgandan chap tarafimizda birinchi sanuzeli, to'g'rida oshxonasi, o'ng tarafda asosiy xonasi. Hurmatli vatandoshlar, MDF ishlar qo'ygan. Ayaklar ham laminat pol, divorlar, fonda azizlar. Bir yandan yuzatib danıştırib boraveramiz. Birimiz asosiy xona joyi, hurmatli vatandoshlar. Birimiz ham o'rtacha kattalikdan laminat pollar yoyilgan, ayaklarning registrlari bor, aynalari plastik ramondan zo'r to'shkada joylashgan, hurmatli vatandoshlar. Olib turib foydalanaman desangizlar ham bo'ladi. Ijara qo'yib qo'ysangiz azizlar, cho'tki местазda, gavjum joyda, shahrimizning markazi, Sho'lqamatalning to'g'risi, Darital Urdu universitetiga ham yaqin, Raycenter bozor ham yaqin, marshrutlardan ko'ma problema yo'q. 5, 7 disma azizlar, 19, 28, 13 hamma marshrutlar o'tib turibdi. Yana tarafında bog'cha, maktab hamma yeri o'ng'ayli. Domlarlarda parkovочный месtalari, ziloniy zonalari, farzandlaringiz uchun o'yingohlar, kattalar uchun besedkalar hamma shart-sharoitlari qilingan. Zo'r mestada azizlar. Dokument ishlamdan muammosi yo'q. Bu tarafimizda sanuzel qismi bo'ladi. Sanuzelimizning oyoqlari divorlar kafildan chiqqan. Divorlar odam bo'yidan balandroq, yuqorilar odnotonlik qilib qo'ydilar. Qartabazlar, bir de vannasining unitaz raqamida sushilkalar ham qo'yilgan. Hurmatli vatandoshlar. Bu tarafimiz oshxona qismi bo'ladi. Xonadonimizda qoldirmachi jalyuzisi, pardasi qoladi. Konveyerlarni olib ketadi, keyin kuxnyada mebeli, gaz plita, vishkasi qoladi. Bir de duxontoniy kotel, ekofirma turistskiy eng ajoyiblaridan qo'yganlar. Bir de reduktorlar, stabilizatorlar ham hammasi qo'yilgan. Xolinliklar ham gilamlar ham polning yetadi. Jalyuzi qoladi, padagonlik boyning registrlari qo'yilgan. Narx ham zo'r, ajoyib narxda. Hurmatli vatandoshlar, 260 million so'm aytilib turibdi. Gelip görüp üstünde sodasını kılıp alışlarınız mümkün. Internet postdagi yine bir mertezde Urganch shahrimizda Darital Urdu universiteti Sho'lqamatalga yaqin yerda 5 qavatli binoni 4-qavatida bir xona kvartira bo'ladi. Narxi 260 million so'm. Qiziqqanlar telefon qilasizlar, ekranda nomerlarimizni qoldiramiz. Prямо mulkasini yanına olib kelamiz, o'zlari bilan savdolashib, kelishib olaverasizlar, hurmatli vatandoshlar. Hammaga sog'lik, salomatlik tilamiz. Keyingi videoda sog'lom, yaxshi kayfiyatda ko'rishguncha deb qolamiz.